Assalomu alaykum. Sizlar bilan ijtimoiy dayjest. O'tgan hafta davomida mamlakatimiz ijtimoiy himoya sohasida muhim yangiliklar va o'zgarishlar yuz berdi. Joriy yilning 15-20 iyun kunlari Toshkent viloyatida Ijtimoiy himoya milliy agentligi, Yoshlar ishlari agentligi va Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bilan hamkorlikda Voice Up, inklyuziya, kreativlik va yangi do'stlik muhiti bilan boyitilgan maxsus dastur tashkil etildi. Jamoatchilik orasida faol bo'lgan 50 nafar talaba yoshlar uchun bu nafaqat tadbir, balki har bir fikr muhimligini isbotlagan ijtimoiy maydon bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamkorligida ilk bor tashkil etilgan ijtimoiy taraqqiyot uchun tadqiqot ishlari tanlovi nihoyasiga yetdi. Tanlovda mamlakat bo'ylab 27 nafar bitiruvchi talaba o'z bitiruv malakaviy ishi va dissertatsiyalari bilan ishtirok etdi. Ular orasidan eng dolzarb, chuqur tadqiq qilingan amaliy takliflarga boy 10 ta ish saralab olindi. Tanlovning yakuniy taqdimot bosqichida 10 nafar talaba o'z tadqiqot ishlarini hakamlar hay'ati oldida taqdim qilishdi. Yangiyer shahrida vaucher orqali kunduzgi qatnov asosida qarab turish xizmati yo'lga qo'yildi. Bunda shaxs ijtimoiy himoya yagona reyestri yoki kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan bo'lsa hamda parvarishga muhtojlik darajasi maxsus baholash asosida tasdiqlansa, xizmat uchun davlat tomonidan to'lov amalga oshiriladi. 2 yil 2 million taqdir. Navoiylik Feruza Murtazayeva mana 2 yildirki saraton xastaligi bilan kurashib keladi. Nogironligi bor bu yolg'iz ayolni uning 12 yoshli o'g'li Temurbek parvarishlab kelardi. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi sa'y-harakati bilan bemorga ijtimoiy xodim assistenti biriktirilishi natijasida oilaning ijtimoiy ahvoli yaxshilandi. Fuqaroga yangi xizmat, uyda tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya ko'rsatish yo'lga qo'yildi. Bunda assistentlar xizmatiga qo'shimcha ravishda shifokor va hamshiralarning biriktirilishi qisqa vaqt ichida o'z samarasini berdi. Hozirda Feruza opada yo'qotilgan funksionallik qayta tiklanishiga erishilmoqda. Senatning Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi majlisida ijtimoiy himoya va intellektual mulk sohasiga oid muhim qonun loyihalari ko'rib chiqildi. Yig'ilishda ijtimoiy himoya milliy agentligi vakillari ham ishtirok etdi. Ular ishlab chiqqan qonun loyihasida ehtiyojmand fuqarolarga yordamni yanada samarali va manzilli yetkazish, byudjet mablag'laridan oqilona foydalanish va nodavlat tashkilotlar ishtirokini kuchaytirish taklif etildi. 18-iyun kuni Vazirlar Mahkamasining ijtimoiy himoya sohasiga doir 3 ta qarori qabul qilindi. Hukumat qarorlariga muvofiq davlat tomonidan kafolatlangan tarzda ta'minlanadigan protez moslamalari va reabilitatsiya vositalarining ro'yxati 30 tadan 38 taga kengaytirildi. Faol hayotga qadam dasturi doirasida ijtimoiy xizmatlardan imtiyozli shartlarda foydalanish uchun vaucher berish hamda ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarning avtotransport vositalarini moslashtirish xarajatlarini qoplash tartibi belgilandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatiga tashrif chog'ida Ko'kdala tumanidagi Inson markazi faoliyati bilan tanishdi. Davlat rahbariga bu yerda fuqarolarga barcha ijtimoiy xizmatlar yagona darcha tamoyili asosida taqdim etilayotgani namoyish etildi. Shuningdek, markazdagi axborot tizimi 55 ta tashkilotning ma'lumotlari bilan bog'langani tufayli yordam tez va qulay ko'rsatilayotgani ta'kidlandi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.